Nega ba'zi taomlarning rasmlari ishtahani ochadi-yu, ba'zilari bo'g'adi? Masala taomda emas, uni qanday ko'rsatib berishda. Kichkina kafe yangi taom chiqardi. Menyu va reklama uchun ishtah ochadigan kadr kerak. Bunda bizga qimmat studiya emas, to'g'ri yondashuv kerak. Food fotografiyada rasm chiroyli chiqish uchun eng muhim qoidalardan bittasi bu to'g'ri fon tanlash. Ya'ni rang-barang emas, yorug'li yutuvchi однотонный matolardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Food fotografiyada qanaqadir o'zini unikal rakursi yo'q. Shuni hisobiga fotograf har xil rakursdan rasmga olib ko'rish kerak bo'ladi. Yorug'likni ham shunga moslab qo'yish kerak. Bu tomonda turgan bo'lsa, yorug'likni o'ziga nisbatan qarama-qarshi tomoniga qo'yish kerak. Biz qo'yib oldik svetimizni. Shuni hisobiga soyalar bizga tomonga yotib tushyapti. Biroz bo'yini pastroq qilganimizdan hisobiga. Yorug'likdan tashqari rekvizitlarimiz ham tayyor. Pomidor, ukroplar va olivkoya maslo. Go'shtlarimizga yana ham jilo berish uchun olivkoya maslodan foydalanamiz. Albatta bu reklama fotosessiyalarida ancha asqotadi. Keyingi rekvizitimiz pomidorlar. Bir nechasini ba'zilarini butun, ba'zilarini mayda-maydalab joylashtirib chiqamiz. Ikkita-ikkitadan ham qo'ysak bo'ladi. Ba'zilarini butunligicha qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Mahsulotimizni rekvizitlar bilan to'ldirib oldik. Endi navbat rasmga olishni boshlaymiz. Food fotografiya nafaqat san'at, bu biznes. Marhamat, ekraningizda tayyor bo'lgan natijani ko'rishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling. Keyingi sonlarimiz bundan ham qiziq bo'lishi aniq.